Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersi de gacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslah 2024 yıl. 8. ayının 2. günü vatandaşa. Heptige cüme. Bugün biz leksiyamızı başlaştığın avval, yakı vaziyet doğrusu da toxtalıştığın avval, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatasının sabık rəhbəri Nancy Pelosi xanımның 2022 yılı 8. ayının 2. günü Tayvan'ı ziyaret kılğanlığının 2 yıllık münasibeti bilen Nancy xanımını təbrikləyimiz hem xalqara siyasetçiyə. Amerika Koşmuş Ştatlarının taşqi siyaseti. Prezident Joe Biden hükümetinin taşqi siyasetinin qalbisini təbrikləyimiz vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyalarımız azır. Endi hesapta arlıq nemi dedik, bir hafta geçe onu dedik kisel, bunu dedik kan besimi, onu dedik harbi özgürlük tügüdü mü? Tügümedi. Bugün endi teximi konkretleşip, teximi eneklenip, oturğu çıkıp keliyotudu vatandaş. Avval sizge ben bugünkü kısa haberle arkalık vaziyetini muhakeme kılaylı. Belki ihtimal cungo. Cungan haydi özgürlük yüz berdi. Yaponiya matbuatları mındak görsetti. Vezir Li Chang hareket kılıvatkandak görünüdü. Belki her bir taraf mı oyun oynavatıdı cungo da. Ümit Sadası 8. ayının 2. günü YouTube. Reisi Jinping eğer kisel bulup hukuktan ayrılıp kalğanlığının signali. Li Chang apet yüz berge raylar yetip geldi. Mesela soğaptı. Raylar yetip geldi. Li Chang kim? Çünkü onun veziri, devlet veziri. Partiye matbuatları makamını pesletti. Levzini acizlattı. Fenli venden talepleri makul buldu mu? Mesela Reisi Jinping doğrusu haber verişi gerek. Çünkü matbuatları muşu mesele doğrusu da Xi Jinping'in ayalı Fenli'den matbuatlara nemi iltimas kıldı. Bu namalum, ben düşünak değilipti. Şunun makul bulundu mu matbuatlarda Reisi Jinping'in ismi, obrazı ve başka faaliyetler azlap kettiğiydi. Ciddi tarqalğan haberlerge qaraganda Xi Jinping ciğer ketiş kesilini davalap, ciğerini almıştırıp kisel körpüsü aylandı. Çin Pokon 8. ayının 2. günü YouTube. Ondaqda ciğerini almıştırdı. İşki organlarını ketip, sekisip, setavatkan Uygurlarının takdirini bilirsiniz. Bu kişi endi Uygur'dan ciğer elip üzüge ciğeri salgan bulamdı ya ki. Kandak, nereden kelgen ciğeri zapsı? Sen ciğer keteş kesili bilen ağırıpsan, ciğer keteş kesilen operasiya kıldırıpsan, ciğerini almıştırıpsan, bunun ceryanı bir xudağa. Məlumdur. Bu haberini tarqatqan kişiye, bugünkü YouTube'da ilan kılgan kişi, siyasiye obzorçu Çin Pokon vatandaş. Ekranda Azadlık Armiya giziti mehbiyetlikni aşkarlap koydu. Cungan hayda çatak çıktı. Çin akbaratı 8. ayının 2. günü YouTube. Ekranda Cungo nüfus tüzümünü bekar kıldı. Xi Jinping eğer rastla bulalmay kalsa, kisel bulup kalgan bolsa, hukuk kimden kolu düşüdü? Çünkü Kompartiyasının içinde Xi Jinping'in hukuku kimden kolu düşüdü? Partiye armiyanın hukuku kimden kolu düşüdü? Ya ki ene kırakaysa kaysı partiyanın kolu düşüdü? Mesela Gomin'den desiniz, Allah kaçan tügeçti. Ya Tayvan'da tesiri yok, ya Cungo'da tesiri yok, bir korçak. Hakimiyet sırtındaki bir korçak partiye gaynılıp oldu vatandaş.
Bu xabarni bergichi Aynak televiziyasi 8 ayning 2 kuni YouTube. Ekranda Xi Jinpingning ishi g'ayri bir ish bo'lib qoldi. Yana bir xabar. Beijingda cho'qim chataq chiqdi. Rimrabo, ya'ni Jungoning Kompartiyaning organ gazeti, Xalq gazeti. Xitoy tilida Rimrabo Xi Jinpingni xabar qilishni 75% qisqartib o'tdi. Endi nima deymiz vatandosh bu yerga kelganda? Demak, uning nupuzi tugadi. Uning qo'lidagi cho'ng huquq balki tugadi. Faqat ko'rinib qo'yish, ko'rinish hosil qilish, lekin yana kundalik xizmatlarga, topshirilgan xizmatlarga, bajaradigan xizmatlarga riyosatchilik qilishi mumkin. Bu yerda Jungoda shundoq bo'lgan bo'lsa, ajoyib bir vaziyat, ya'ni qaltis bir vaziyat. Jungolikning ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, jungoliklar kontrol qilolmaydigan bir holatda bir vaziyat o'tirg'i chiqqan bo'ladi vatandosh. Shundami? Jungo Kompartiyasi axlat vaqtdan qo'rqishga boshladi. Axlat zamondan qo'rqishga boshladi. Bu axlat zamon, axlat vaqt, ya'ni Jungo Kompartiyasi o'zi paydo qildi, ya'ni shuningdan o'zi qo'rqishga boshladi. Xi Jinping intayin eg'ir besimga duch keldi. Yetib oldi. Yani bir yerda mayli kasal bo'lib yetib olsin, jigar kesilini davolasin, operatsiya qildirsin, mayli kasal bo'lmay, besimga bardoshlik berolmay yetib olsin, yetib oldi. Yangi Tangliklar televiziyasi 8 ayning 2 kuni YouTube. Bu xabar intayin konkret ve qaratmaligi intayin cho'nqur xabar ekan vatandosh. Buning uchun men sizga bir hikoyani so'zlab beray, anglab qo'yingizmi? 1945-yili 8 ayning 14 kuni. İkinci qatam, yani avvalgi 1945-yil 2 ayning 14 kuni. Moskvada imzolangan Jungo Sovet shartnomasi, Mongoliyaga munosabatlik shartnoma, Uyg'uristonga munosabatlik shartnoma. İkincisi ham Mongoliyaga munosabatlik shartnoma, Uyg'uristonga munosabatlik shartnoma. Bir cümle Mongoliyani Rossiyaga bakanda davlatga ayirib berib, Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni deyilmaydi, uçaqda Şinjan deyili. Şinjan degan yani Uyg'urlarning Uyg'uristonini Xitoyga qo'shib berib, mustamlika qilgan 2 qatimlik shartnoma Moskvada imzolandi. Avvalini qo'yib, keyingi hikoyasi so'zlab beray. Shartnomaga qo'l qo'yish kerak, Rossiya taraf qo'l qo'yishi kerak, Jungo taraf qo'l qo'yishi kerak. Dal mushu vaqtda Mongoliya allaqachon chiqib ketdi. Shartnomada nima deyildi? Mongoliyaning hozirgi holatini saqlash, ya'ni mustaqil holatini saqlash degan bir jumlaga Stalin taraf qo'l qo'ydi. Tashqi ishlar ministri Veshenskiy. Jungodan kim qo'ydi? Endi mana bu hikoyani anglang. 1945-yil 8 ayning 14 kuni shartnoma qo'yilgan chaqda Jungoning vakillari, tashqi ishlar ministri vakillaridan hech kim bu shartnomaga qo'l qo'yishga jur'at qila olmadi. Shu vaqtda kimlar? Kuomintang partiyasining tashqi ishlar amaldorlari kimlar? Sun Yat-senning o'g'li Sun Ke, Sun Zhiwen diplomatlar. Onundan keyin Jiang Zemin'ning o'g'li Jiang Jinggu diplomat. Üçlisi 3 adam Moskvada. Dal shu vaqtda shartnomaga imzo qo'ydigan Moskvada. Bularning hammasi üçlisi Moskvadan qochdi. Qochib Chongqingga qaytib ketdi. Bu vaqtda shartnomaga kim qo'l qo'yish kerak? Hech kim yo'q. Bu şeyler nima uchun qochdi? Biz bu shartnomaga qo'l qo'ymaymiz. Biz bu shartnomaga qo'l qo'ysak, Jungo tarixida o'zicha Jungocha vatanparvarlik bo'yicha xoin bo'lamiz. Shun qo'l qo'ymaymiz deb qochdi. Qochganda Jiang Zemin, ya'ni
Chet el ingliz tilida uning ismi Chankayshak ekan. Chankayshak nima qilarini bilmay, ya imzo qo'yish, ya qo'ymaslikni bilmay tillab turgan vaqtda Xitoyning, ya'ni shu vaqtdagi Xitoyning generali Xi darhol bir parcha xat yozib Chankayshakka topshirdi. Uning mazmuni: agar sen bugun bu shartnomaga imzo qo'ymasang, Shinjon qo'ldan ketadi dedi. Tushundingizmi? Sen bugun imzo qo'yding, qo'lingdan ketsidi, ketmasidi sen imzo qo'yding. Ya'ni Shinjonning xo'jayini sen bo'lasan. Darhol imzo qo'y dedi. Lekin imzo qo'ydiganlarning hammasi Sunko'jang jingola qachab cho'ng-cho'ng kelib bo'ldi. Buni kim qo'l qo'yish kerak Jungo tarafdan? Gomindangning shu vaqtda Moskva turishliq bosh elchisi Wang Jiashang kelib bu shartnomaga qo'l qo'ydi. Wang Jiashang muavin diplomat yoki muavin tashqi ishlar ministri darajalik odam. Tushundingizmi vatandoshlar? Wang Jiashang qo'l qo'ydi, shartnoma kuchga ega bo'ldi. Shu kuni ondan Stalin Mao Zedongning andiki Mao Zedongning vakili, asli Gomindangning Moskva turishliq bosh elchixonasining amaldorlari, bir amaldori Denglichin. Bilasizlar Denglichinni? Asli Gomindang, keyin Xitoyga setilgan Gomindang. Nima farqi bor? Gomindang, Gongchendang degandan farqi yo'q, hammasi Xitoyga. Hammasi Xitoyga. Shundaq daraja setilgan Gongchendangga setilgan Denglichinni Stalin şu shartnoma qo'ygan kuni, shartnomaga imzo qo'ygan kuni Wang Jiashang 8-ayning 14-kuni Denglichinni Moskvadan aeroplan bilan Olmutidan chegara atlab G'o'lji shahriga kelishga yo'l qo'ydi va G'o'lji shahriga avatdi. Denglichin G'o'lji shahriga kelib, anga telegramma berdi. Men keldim dedi. Demek ikinci qatimliq 45-yillik gap bu juma 45-yillik gap. Keldim dedi, Mao Zedongga anga telegram berdi. Keyin ikinci qatimliq shartnomada bundaq rasmiyatlar yo'q. Uni kim qo'ydi? Jungodan illay imzo qo'ydi. Rossiyadan kim imzo qo'ydi? Rossiya diplomati Vishnevskiy imzo qo'ydi bu tugidi. Men sizga misol keltirib berayotganim Gomindangning diplomatlari 1945-yili 2-ayning 4-kuni imzala 8-ayning 14-kuni imzalangan shartnomaga Nemishqa qo'l qo'ymay turib oldi. Nemishqa qochib ketdi. Men dedim-ku, Xitoycha vatanparvarlik. Agar biz bu shartnomaga imzo qo'ysak, qanday qilamiz? Tarixda xoin bo'lamiz. Vatan satqıcı bo'lamiz dedi, ular qochdi. Wang Jiashang imzo qo'ydi 1945-yili 8-ayning 14-kundagi shartnomaga. Shu kuni Denglichinni Moskvadan Stalin Uyg'uristonning G'o'lji shahriga inqilob bazasiga avatdi vatandosh. Tasavvuringizga nima keldi do'stim? Bugun Jungo Kompartiyasi yana shunday imzo qo'ydigan ishga duch keldi. 7-ayning 12-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden imzo qo'ydi. Tibet masalasini hal qilish, ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Demak, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonuni bo'yicha hal qilishadi. İmza qo'ydi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 5 davlatning, ya'ni bexatarlik komitetidagi 5 davlatning biri a'zosi. O qo'l qo'ydi. Bu ishga qonunga 97-98-yili qo'l qo'yib bo'lgan edi. Endi rasmiy ijro qiladigan vaqt keldi. Hozir markaziy hukumatning raisi Xi Jinping Xalq vakillar qurultayining qonun o'zgartishiga yoki o'zgartgan qonunga imzo qo'yish kerak. Yoki xuddi shundoq Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki qonunini amaliylashtirib, Tibetlarning masalasini bartaraf qilamiz deydigan shundoq bir hujjatga imzo qo'yish kerak. U vaqt ish qanday bo'ladi vatandosh?
1945-yil 8-ayning 14-kuni Moskva Çankayşekning o'g'li Jang Jungo Songzhensinki 2024-yilning bugungi 8-ayning 2-kunida Beijing. Tarixda ular imzo qo'yish qandoq duch kelgan bo'lsa, bugun imzo qo'yish ham shundoq duch keldi. Şunlaşqa, Reis Xi Jinping qon besimi bo'ldimi, shamaldarib qoldimi, pallanpaydan yiqilib ketib qon besimi bo'ldimi va yoki jigari qotdimi, operatsiya qildirdimi, jigarni darhol almashturdimi, shunga kasal ko'lpis bo'lib yetib qoldimi va yoki qo'l qo'yishdan. Vatandash qo'l qo'yishdan qochib Endi bunun o'rniga Jungoning vaziri Li Chang qo'l qo'yandi. Mana bu gap vatandash. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan eng nochi bir jumla keldi. Shuning bilan nochi jumla 3 bo'ldi. Esingizda bormi? Birinchi jumla Tibet Shizang Tibet Avtonom Rayoni komiteti qurildi. Jungoning mamlakatlik siyosiy kengashning qarmog'ida Tibet komiteti qurildi. Janozma ikinci gapimiz hozir 3-chi umumiy yig'inda markaziy hukumat tuvangdiki askariy qismlar, soqchi qismlar, qurolli soqchi qismlarning hammasining huquqini markazga qaytarib oldi. Tibetda ham shundoq, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ham shundoq. Bu ikkinchi masala. Tushundingizmi? Buning ichida merkez armiya kurdu, armiyaga merkez ega bo'ladi. Bu gap ikkinchisi, bu esingiz tursin vatandaş. Bugün sizning esingiz turadigan yana eng muhim masala, bu yerda nima deydi hozir? Xi Jinpingning hokimiyati nüfus aholi nuqtasida hozir nüfus tizimi, nüfus tizimlash tizimini amaldan qoldirdi deydi. Diqqat qiling. Bunun içinde köçmeller meselesi Tibet'te Uyguristan'da. Güç veriş, güç geliş, ihtiyariliği Tibet'te Uyguristan'da. Siz şunun işinin Uyguristan'a yerleşken kişilerinin, yerleşken köçmen Xitaylarının 60% mecburlaşılan çıkan adamlar. Pulunun mecburlaşı, payda menfaatinin qiziqtirishi, mecburlashi, millatchilikning mecburlashi va yoki zamonimizdagi zaruriyat Xitoyning mustamlikchilik apparati Xinjiangda turishi kerak. Mushu mustamlikchilik apparat Xinjiangni boshqarishi kerak. Bu millatchilik bilan ko'chib, ko'chman bo'lib Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga yetib kelgan Xitoy ko'chmanlari. Tibet avtonom rayoniga yetib kelgan Xitoy ko'chmanlari. Bugün endilikte maxsus mushular qartildi demagan bo'lsa-mu, Jungoda nüfus, aholi, siyosiy o'zgardi. Nüfus tizimlash bilan bir shaharda tura olaysan, bir shaharga ko'cholmaysan deydigan siyosat amaldan qoldi. Men yuqorida dedim, 2 siyosat dedim. Endi bu 3 siyosat qo'shildi. Biz bunu aldığımızda Allah halisa birleştirip tahlil qilamiz vatandaş. Katta siyasetler deyme. Mana bugün vaziyet ve vaziyet doğrusidagi mening tahlilim vatandaşım.